Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Oqolti tumani Andijon mahallasiga keldik. Usmonov Dilmurod Baxtiyor o'g'li bo'yicha bir qator xonadonda loyiha paketlar tashkillashtirgan. Mana xonadonlar. Loyiha paket bo'yicha dalalarda hozir baliqchilikka ham sharoitlar qilingan. Mana bugungi kunda hozir mana xonadonda bu yoqda mana molxonasi, bu yoqda molxonalari, mana bu yoqda tovuqlar mavjud ekan. Mana hozirgi kunda xonadon daromadini bir qator oshirishni maqsad qilgan. Shu bo'yicha Baxtiyor aka xonadonlaridamiz. Baxtiyor aka kredit bo'yicha endi olingan shu mahsulotga ko'ra aslida bu loyiha paketi xonadon daromadini 20 milliondan 70 milliongacha oshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, shunga bir amaliy yondoshdingizmi? Shunga bir yetib bordimi? Daromadingiz 70 millionga yetib bordimi? O'sha